Assalamu alaykum, Aliya Sultan 122 Axlaq taam pişiriq salonidagi barliq güzel xanımlar. Bugun sizlarga tanıştırmoqchi bo'lganimiz danta, ya'ni tuxum turmili mushu xil pishiriq. Buning xemiri uchun ketilgan material 20 gram seriq may, ya'ni tuzsiz seriq may, 70 gram süt, 135 gram odatdagi un ketadi xanımlar. Ya'ni seriq mayni eritib elib, o'tga qo'yib, asal eritib olgandan keyin mushu 3 xil material bilan normal changlikda xemir yug'uramiz. Mau xil seriq may bo'lsa, Ülkerning qat-qat miyi, bu xil maydan 90 gram. Agar bu xil may bo'lmagan holatda odatdagi mush tuzsiz seriq maydan o'xshash miqdorda elib ishlasak bo'ldi. Eng muhimi mau xil qilib ketadi xonimlar. Mushu qilibga joylashtirib endi pishiramiz. Xonim qizlar, men seriq mayni o'tga qo'yib asta-asta eritib, sutni quyib, unni az-azdan selib yug'irayotaman xonimlar. Unning hammasini yeydi xonimlar. Normal chinglikdagi bir xemir bo'ldi bu. Mush xemirni yug'irib bo'lgandan keyin suv holatiga o'rab, to'nglatguniki sovuq saqlash bo'limida bir 15-20 minut atrofida qo'yib qo'ysak bo'ldi. Andan keyin bayqi qat-qat mayni arsiga ilib ishlaymiz xonimlar. Mana xanım qizlar, xemirimizni yug'irib tayyor qildik. Mana bu chingara xemir bo'ldi kepek. Xanım qizlar, mana bayqi xemirimizni to'nglatgunning sovuq saqlash bo'limida 20 minut qo'yib qo'ygandan keyin mushta 4 parcha holatda yeyib oldim. O'tirib oldigan qat-qat mayimizni, amal bu butun may bo'lsa yaxshi, butun bo'lmasa, buni mushta shaklda 4 parcha holatga keltirib, men tekshirib olgandan keyin buni bundaq oldimizdan anadaki mındaq şekilde, bunundaki yana mındaq, yana mındaq şekilde bunu katlap, bu şekilde to'nglatquda 15 minut qo'yib qo'yamiz. Sovuq saqlash bo'limida qo'ysanlar bo'ldi, to'nglaydigan bo'limida qo'ysanlar bo'ldi. Chiqqandan keyin buni yana o'xshash pozada mustaq tekshirlaymiz xonimlar. Tekshirlab bo'lib, taki mushu may mushuninga yeyish bo'lgan qadar har qitimda bir qitimda mushunaq bir yegiz bo'lib, yana qatlab, yana yegiz, yana qatlab, az deganda mushu mashg'ulotni 15 minutda bir 4-5 qitim qilsak, anadan keyin bu xemirimiz qat-qat chiqadi xonimlar. Mana xonimlar, men xemirimizni to'nglatquda 15 minut turgandan keyin buni chiqarib, yana o'xshash yo'nalishda 4 burchak ichib olamiz. İçib, yani boyaqi qatlash usuli bo'yicha oldimiz, qarshi tarafimiz va yon taraflarimizdan buni qatlab yana 15 minut qo'yib qo'yamiz. Xonimlar, men xemirimizning ostiga ozroq un sepsak bo'ldi. Yana o'xshash shaklda boyaqidek konvertdek buni qatlaymiz xonimlar. Mana oldimizdan men ko'ringlar, shunday qatlaq chiqadi buningdan. Andan keyin matrapdan o'xshash shunday qatlab, yana suv yo'qoltimizga o'rab buni yana to'nglatquning sovuq saqlash bo'limida yana 15 minut qo'yib qo'yamiz. Mana xanım qizlar, men xemirimizdan men 4 qitim boyiq shaklda konvert shaklda 4 qitim yeyib yug'ib olsak bo'ldi. Shuni turib buni mana mushallat turib turib bo'lgandan keyin buni to'nglatquda yana bir 15 minut turg'izib, anadan keyin kesib olamiz, bir qilib kagida qilib. Xanım qizlar, endi bu dantayani tuxum turmalniki qiyam uchun ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Buning uchun 2 tal tuxumning seriqi, 90 gram to'rt qaymoqi, 70 gram süt, 30 gram şeker, ondan başqa yana 7 gram un ketadi. Oldi bilan mushu 3 turdagi narsani o'choqqa ko'rg'i quyib, şeker ergichilik issiq o'tkazamiz xonimlar, qo'l chalg'ish bilan chelib turamiz. Şeker erib olgandan keyin uni qo'yib qo'yib, sal sovuq vaqtda 2 tal tuxumning seriqi bilan 7 gram unimizni to'kib qo'l chalg'ish bilan undan aralashtirib, boshqa mashg'ulot qilsak bo'ldi. Xanım qizlar, mana ko'rimizga qaymoq, süt, şekerni soldim. Bu ervag'chilikli issiq o'tkazsak bo'ldi. Qaynatib etmaymiz xonimlar. To'xtamasdan elashtirib turib, buni sal issiq o'tkazib şeker ergandan keyin bo'ldi qilsak bo'ldi, xonım qizlar. Xonım qizlar, bayq süt, qaymoq, şekerni eritib bo'lgandan keyin sal sovutib, hozir 2 dam tuxumning seriqini soldim. Endi boyqa unimizni solamiz xonimlar. Buni obdan elashtirib, qiyam tayyorlab qo'yamiz. Buni bir tarafga qo'yib, endi boy to'nglatib olsak qo'ygan xemirimizni ilib, shu dantaning qiliblarga keltirib kesib, uni qilibga bosirib chiqarsak bo'ldi. Mana xonim qizlar, to'nglatquga bir 15-20 minut qo'yib qo'ydim men xemirni. Endi bir qo'ldan sal kam kesib tayyor qilamiz. Bek to'nglatib etmaymiz bu xemirni, unda bu mushtara holatda bo'lsa bo'ldi. Agar bek to'nglab kelsa, kesmigimiz texnik test bo'ldi. Endi mana mushu holatda xonimlar, qarasanglar arsi qat-qat holat bu. Mushu holatda qo'yib maylar tayyor qilib olgan xemirimizning ichiga silib, buni besib tayyor qilamiz. Xanım qizlar, mana boy xemirimizni kesib o'rtasiga silib oldik emas, bundan besish shaklini ko'rsatib qo'yay. Cho'risini bosamiz xonimlar. O'rtasiga becha qilib ketmaymiz, cho'risdan mushta kangritib buni ekesak, o'rtasiga qilin bo'lib qolsa, yeyildirsanlar bo'ldi. Mana bu shaklda ishtirib olib boramiz ham cho'risiga. O'rtasiga bekni biz bo'lmaydi, cho'risini biz zarif bo'ldi. Andan keyin boy tayyorlangan qiyamni mushta ichiga quyish uchun tayyorlab qilsak bo'ldi. Mana xonimlar.